Ko'chasiga ham gap yo'q. Mana uylarni ko'ryapsizlar, katta uylar ekan, zo'r. Drivey holati ham yomon emas. Oh my god! Wow! Umuman gap bo'lish mumkin emas. Bo'lmaydi desang notavon, bo'lmasin desa armon, New Jerseyning to'rida mana senga Matavan. Do'stlar, assalomu alaykum deymiz hammaga. Matavan, mana uylarni zo'rni hozir ko'rsatib boshlaymiz. Kirib kelishlaringiz bilan birinchi ko'zga ko'rinadigan narsa bu yerda mana mehmonxonasi bo'lyapti. Mehmonxonasi juda ham katta, yorug' ekan. 99-yil qurilgan uy, 4 ta xona, 3,5 tavanna. Bu yerda mana garderoblari bor. Bu mana shu yerda o'zida yana bitta bedroom sifatida foydalansa ham bo'ladi. Pollari juda ham zo'r, spotlightlar bor. Buni pantry. Oyoq kiyimlar ham qo'ysa bo'lar ekan, bu pantry emas ekan, oyoq kiyimlar. Bu yoqda bo'lsa, shiftlarga e'tibor beringlar. Bu family room. Dahshat, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ertagini xuddi o'zi. Mana qo'shimcha kabinetlar. Bu bo'lsa mana oshxona qismi, yevropeyskiy oshxona, xolodilnik qimmat zo'rlar qo'yilgan. Samsung gaz bor mahallada, gap bo'lishi mumkin emas. Bekaldan o'ziga yarasha, mana bu dekdan tushiladi. Mana sizga dek. Dekdan pastga tushilsa, qo'shni bilan rasstayni ko'ryapsizlar. Shuncha katta dek, nima ish qurollar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu yerdan pastga ham tushishi mumkin. Bu tomonda qo'shni bilan chegara ham bor ekan, mana zaborlar bor. Orqa tomonda qo'shni yo'q, bu juda ham yaxshi. Mana uyning orqadan ko'rinishi. Yangi uy 99-yil boya aytib o'tganimdek. Pollarning rangi ham yaxshi ekan, neytralniy. Shu yuqori qavatga bu yoqdan ham chiqib ketish mumkin, ko'ryapsizlar, orqadan xolisalaring. Dars davom etamiz. Bu yerda laundrysi bor. Laundrysiga ham xuddi shunaqa pol qo'yilgan. Bu yerda yana дополнительный kabinetlar. Mana bu yerda garaj ketgan. Ikkita mashina bemalol sig'adigan garaj. Fully finished. Hamma yoq mana gipsokarton, epoxy floors, pollari epoxy qilingan. Agar mana pantry bu yerda oziq ovqatlar qo'yiladigan joyi oshxonaga yaqin qilib qo'yilgan. Bu bo'lsa mana dining area bo'lyapti. Bu yerdan basementga tushib ketiladi. Basement qisqacha qilib ko'rsatamiz hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Devorlari juda ham toza. Hechkim katta. Shunaqa ko'p eshiklar bor, sekin bitta ochib ko'riladi. Mana basementning o'zida alohida mana vanna bor. Jiyanlar bo'lib qolsa, bemalol mehmon bo'lib turishlari mumkin. Bu yerda xona ham bor. Mashq qiladigan joy qo'yibdi. Juda katta xona. Basement e'tibor beringlar, yerda ustida joylashgan. Bu juda ham zo'r. Mana yana bitta xona. U nargisi juda ham katta xona. Bu yerda storage foydalansa bo'ladi. Mana water heaterli kattasi qo'yilgan. Bu mana isitish tizimi gap bo'lishi mumkin emas. Gilamlar hammasi yangi. Bu uy ko'p turmaydi, bosish kerak. Bu uyni bosish kerak tezroq. Bu yoq mana storage. Qo'shimcha yana narsa qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda mana bekarga chiqiladi. Bekar holati zo'r. Mana yana ozgina brushatka terilsa, mana bu saydi gap bo'lishi mumkin emas, juda katta. Zo'r. Mana bu yerda kerak bo'lsa pol qilib qo'yibdilar, qoyil. Endi yuqori qavatga chiqamiz. Demak, pastda ko'rdik. Ikkita katta xona bor, bitta vanna bor bu yoqda. Va tepaga chiqsak, yana ikkita dushi bo'ladi. Asosiy qavatdagi vannani ham ko'ringlar, qanaqa qilgan fasadlarni. Bunga e'tibor beringlar. Kafillar zo'r. Mana o'ziga xos qilib qilingan. Bu nima asosiy florimizdagi tualetcha. Mana bu yerdan kirib keldik. Bu yoqda mana zal, bu yoqda bitta xona bor. Hozir yana zal qilib olishingiz mumkin. Endi yuqori qavatga chiqamiz. Shiftlar baland. Gap bo'lishi mumkin emas. Bahridil ochiladigan uy ekan. Tepa bilan pasti poli bir xil. Qaysi tomondan boshlaymiz? Davay masterdan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Masterni ko'ryapsizlar, mana shiftlar qanday qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Ikkita closet, ikkita tomon ketgan. Bu ayolga, bu erkakka. Vannalar toza, kafillar zo'r, vanity yaxshi. Vanna, dush kerak deysizmi? Yana bitta vanity bu ayolga. Tualet, mana dushi ham bor. Ichlari ham toza qilingan, akkurat. Zo'r. Demak, dush, vanna, masterda hammasi bor. Kafel zo'r, ikkita kladovka,
quyosh nuri, mana shiftlarning fasadlari va 2 tabaqali eshik. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu bo'lsa общий vanna. Общий vanna ham juda ham katta ekan. Zo'r, ikkitalikda mana ko'rasizlar, rakmina ikkita. Bunda bemalol kattaroq otam cho'milsa bo'lar ekan. Bunga sochiqlar qo'yiladi. Vanna kafel. Masterning biqinida eng yosh kichkina farzandga erkatoyga xona. Chunki erkatoy bola ota-onaga yaqin bo'ladi. Oynalari katta, uy yangida. Ikkita xonani ko'rib bo'ldik. Mana bu keng hol. Mana bu yoqdan pastga tushish mumkin, ko'ryapsiz orqa tomonda bir mehmonxona. Zo'r. Bu yoqda mana ikkita kattaroq farzandlarga xona. Xonalar razmeri yaxshi. Zo'r. Eshiklar yaxshi holatda. Bu mana eng oxirgi xona. Burchakdagi mana 3 ta oyna bo'lyapti, aji, katta oyna. Mana orqa qanday ko'rinadi? Bu bekatga qaragan xona. Juda ham tinch, zo'r mahalla. Mana shunaqa o'rtoqlar New Jerseyda shunaqa uylar bor ekan. Savollar bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar. Umuman gap bo'lish mumkin emas. Mana family roomda turishiga qaranglar. Nafaqat bu uyni biz savdolashib olib berishimiz mumkin, balki mortgage chiqishga, ya'ni bu uyni sotib olish uchun qarz chiqishga ham qarashamiz. Ishlariga omad, sog' bo'lasizlar.